Yana bitta kanalimiz keldi do'stlar. Studio Guliston Pro degan kanal. Xo'p, birinchi chek bo'lgan ekan, ikkinchi chekda problema bor. Mayli, bosilib ketdi. Xo'p, ikkinchi chekda nima uchun problema bor? Pin kodlari kelmagan. Chunki bular Tojikiston fuqarosi bo'lganliklari uchun Tojikistonga pin kod kelishi vobshe qiyin do'stlar. Через support hal qilinadi. Mana ko'rib turibsizlar, bitta hozir jami 3 marotaba pin kod so'ralgan, 4-martasi qayta jo'natdik. Endi 21 kundan keyin, ya'ni 27-kuni xudo xohlasa, men через support yozaman, poddeshka xizmatiga yozaman YouTube'da. Poddeshka xizmati orqali qayta xudo xohlasa plyusha tizimlarini yoqib beraman. Shunaqa. Mana shunaqa holatlar ham bo'lsa, masalan, pin kod kelmasdan ham plyusha tizimi o'chib qolgan bo'lsa, uni hal qilib beramiz, o'zi farqi yo'q. Yozaveringlar. Xo'p, qani anchadan beri menimcha kanallari plyusha tizimi o'chib qolgan. Qarang mana. Oho, 2023 daji. 23-yildan beri kanallari pul ishlamagan. Shunaqa gaplar. Aloqaga chiqsanglar hal qilaveramiz do'stlar. Bu kanalimizda zaif qolib qoldik. Nasib bo'lsa, xudo xolasa buni ham hal qilib beramiz. Yana hal bo'lib qolsa, videosini chiqaraman. Salomat bo'ling.